Assalomu alaykum. Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi Mehr Muruvvat uyini qurishda davom etamiz. Albatta biz Mehr Muruvvat uyini ta'mirlash ishlari jarayonlarida davom etyapmiz. Har doim ham videoga olib xabar bera olmayapmiz. Fotolar yuklab turibmiz. Mehr Muruvvat uyini shu podval qismiga tushgani biz naveslar o'rnatdik. Hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi albatta podval qismida boqib o'sayotgan oilalarimiz bu yerda o'sha sexlar qilishlari mumkin, bir klinikalar qilish mumkin. Shuning uchun tashqaridan tushgani yo'l qilganmiz. Albatta bu yerda hali katta tozalash ishlarini olib boramiz. Xudo xolasa asfaltlar yotqizamiz. Chiroyli maydon bo'ladi. Mana ro'para bog' bo'lyapti. Juda ham bir go'zal daraxtlar ekilgan. Biz hozir mana Oliy Majlis fondiga 200 million grant mablag'iga loyiha yozdik. Albatta o'sha loyihaga Mehr Muruvvat uyiga kommunikatsiyalar tushirish, gaz, svet, suvlarni tushirish ishlarini olib borishni rejalashtirganmiz. Undan tashqari 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qavatlarimizga temir eshiklar o'rnatish ishlari va barcha xonadonlarni kirish xonalariga kirish qismlariga NDF eshiklar o'rnatishni rejalashtirganmiz. Xudo xolasa mana bu tarafdan ham podval qismimizga tushishga naves o'rnatdik mana. Xudo xolasa betlarda hali obodonlashishlarni olib boramiz. Chiroyli bo'ladi xudo xolasa inshaalloh. Hozir endi ichkariga taklif qilamiz. Ichkarida ishlarimiz qizg'in davom etyapti. Ustalarimiz ishlashyapti. Aynan hozir eshiklar o'rnatish jarayonlari, mana tozalash jarayonlari ketyapti tepada. Oynalarni artyapmiz. Xudo xolasa kelaveramiz. Mana panjaralarimiz mana yana eng katta narsa sizlar hozir ko'rdilar ekranda Mehr Muruvvat uyini derazalariga panjaralar o'rnatdik. Birinchi qavatdagi 4 ta kvartiraning barcha xonalariga panjaralar o'rnatildi. Mana eshiklarimiz birinchi mana kirganimizdagi 10 qo'ldagi xonadagi eshiklarimiz mana zamonaviy, chiroyli o'sha barcha qulay sharoitlarga ega. Mana derazalarimizda panjaralarimiz ko'rinyapti. Mana bu navbatdagi eshiklarimiz va xonalarimizda parketlar yotqizdik. Juda ham bir chiroyli parketlar solindi. Boqusni yo'qotgan yetim farzandlari bilan qiynalib yashayib turgan oilalar uchun Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi ushbu uylarni qurishda davom etyapti. Qadamma-qadam albatta bu qurilish boshlanganiga ancha vaqt bo'ldi. 2021-yilda boshlagan bo'lsak, mana bu yil 5 yil bo'lyapti. Lekin qadamma-qadam qanchalar qiyin bo'lmasin, asta-sekinlik bilan biz sifatli tartibda yuragimizdan harakat qilib Mehr Muruvvat uyini qurib bitkazishda davom etyapmiz. Hozircha bizda birinchi qavatimizda 3 ta xonadon bitkazilyapti. Sekin-sekin sizlarni bu yerda mana sanuzelimiz ham deyarli tayyor xudo xolasa. Suv montaj, kanalizatsiya montaj bo'lgan, svet montaj ham bo'lgan, faqat katta liniyadan olib kelsak bo'ldi. Svet katta liniyadan tushirib, shu grant mablag'iga xudo xolasa svetni, suvni, gazni, kanalizatsiyani markazlashtirgan tartibda olib kelsak bo'ldi. Ichki montajlar bo'lgan. Davom etamiz. Mana bizda ustalarimiz ishlashyapti. Hali eshiklarimiz yoniga mana bunday nimalar qo'yiladi. Chiroyli bo'ladi. Ishlar qizg'in ketyapti. Mana bu xonani ham bitkazib qo'yishdi ustalarimiz. Endi menimcha sanuzelga eshik qo'yishadi, lekin mana bu yerda 3 ta kvartiramizga eshiklar o'rnatilgan, parketlar ham 100% bo'ldi. Faqat plumslar o'rnatish ishlari amalga oshiriladi xudo xolasa. Mana hozir qaynoq jarayon ketib turgan xonaga kiramiz. Ustalarimiz mana ishlashyapti. Juda bir sifatli tartibda mana Sardorjon akamiz, akamotlar, Dishojon aka mana qanday Erkin aka. Bosh ustamiz ko'rinmayaptilar. Juda chiroyli tarzda mana parketlar yotqizildi, eshiklar o'rnatilyapti xudo xolasa. Albatta qiyinchiliklar bilan bo'lyapti. Ba'zi holatlarda shu razmerlar to'g'ri kelmay qolyapti. Kichik muammolar ham bo'lyapti, lekin ustalarimizni mehnatlari bilan, ularning mohir tajribasi bilan bu muammolarga yechim topyapmiz va chiroyli holatda Mehr Muruvvat uyimiz qurib bitkazilishi davom etyapti. Deyarli hamma eshiklar o'rnatib bo'linibdi. Endi o'sha ochilib yopilish holatlari, boshqa holatlarni mana ertalabdan kelib yana qilishadi. To'liq ertaga ishlar bitadi. Mana parketlarimiz ham bo'ldi. Plumslarimiz ham juda chiroyli. Mana hamma birinchi qavatdagi derazalarimizga
panjaralar o'rnatildi xavfsizlik uchun. Albatta bu juda ham muhim. Bolalar tushib ketib qolmasligi uchun yoki tashqaridan qandaydir xavf bo'lmasligi uchun bu xonadonlarga mana shunday nimalar o'rnatganmiz. Albatta Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi Mehr Muruvvat uyini qurishda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Qo'llaringizdan kelgancha, imkoniyatlaringiz boricha kelib mana ko'rishlaringiz mumkin. Bevosita bu ishlarda ishtirok etishlaringiz mumkin. Bizni YouTube orqali qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali, Facebook, boshqa tarmoqlar orqali ham bizni qo'llaganingiz uchun barchangizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi Mehr Muruvvat uyini qurishda davom etadi.